Xolis eslatma. Unutilgan sunnatlardan biri ikki sajda orasida iqoa qilish. Rivoyat mazmuni. Abu Zubayr aytadi: u Tovus ibn Kaysondan eshitgan. Biz Abdulloh ibn Abbosdan oyoq ustiga o'tirish, iqoa haqida so'radik. U zot dedilar: bu sunnatdir. Biz aytdik: biz buni noxush, ya'ni qulay emas deb ko'ramiz. Shunda Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu dedilar: yo'q, balki bu payg'ambaringiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatidir. Hadisni Imom Muslim sahihlarida rivoyat qilganlar. Izoh: iqoa nima o'zi? Ikki sajda orasida oyoq barmoqlarini tik holda yerga qo'yib, tovonlar ustiga o'tirishdir. Shar'iy hukm: bu holat sajdalar orasida o'tirganda mustahab sunnat hisoblanadi va u payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sunnati sifatida e'tirof etiladi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu ning ta'kidlari: balki bu payg'ambaringiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatidir degan so'zlari ushbu o'tirish tarzi shar'an joiz va mustahab ekanini aniq ko'rsatadi. Xulosa: bu amal ba'zilarga noqulay tuyulsa ham, aslida u payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sunnatlaridan biri. Shuning uchun uni har doim emas, balki ahyon-ahyonda qilish ham joiz. Yana bir bor qaytaramiz. Uni har doim emas, balki ahyon-ahyonda qilish ham joiz. Shunda sunnatni tiriltirish hisoblanadi. Vallohu a'lam. Tavfiq Allohdandir.